Barchamizni hurmatli obunachilar. Apparatimiz TES-07 lekin brendiga tegishli apparatning qisqacha obzori. Endi oldingi qilardi komplektda nima borligini ko'rib chiqindi. Endi apparatimiz bilan tanishishni boshlaymiz. Xo'p, apparatning qisqacha ko'rinishi shunday. Bu video avvalo eslatib o'tamiz. Endi o'rganmoqchi bo'lgan yoki o'rganayotgan odamlar uchun bilganlarga eslatma, bilmaganlarga namuna o'rnak deydi-ku, shunday. Xo'p, lekin TES-07 apparatimiz ko'rinishi bu yerda ochib o'tamiz. Bu yerda USB fleshka soladigan joyi. Xo'p, bu trigger 1, trigger 2. Buni nastroykasidan o'zingiz sozlasangiz bo'ladi. Mana bu vintli o'ngga chapga, ya'ni millimetr hamda surganda millimetr kerak bo'lganda bizga o'ngga chapga surishga kerak bo'ladi. Bu tarafdagisi vertikalni. Mana bu vertikalnini tepaga, pastga qiladigan, ya'ni millimetr. Xo'p, bu yoqda yana asosiy mana bu mis mergani qarasalaringiz uchli. Xo'p, bunaqa ko'rinyapti. Piloscha, shu piloschadan biz metga qolamiz. Xo'p, bu okulyar qarash joyi. Xo'p, bundan qarasak, faqat shu burchak, to'rt burchak bunaqa ko'radi. Uni tiniqlashtirish uchun mana buni bu yoqqa fokuslash masofasi, bu ichidagi qora to'rni tiniqlashtirib qiladi. Bu yerda doiraviy silindr qo'yilgan. Buni elektron tarzda ham ko'rishimiz mumkin. Xo'p, mana bu yerda o'chirib yoqish knopkasi. Xo'p, bu yerda ovoz chiqarish kolonkasi. Xo'p, bu yerda batareykasi joylashgan. Apparatning o'zi bilan qisqacha tanishadigan bo'lsak, yonganda avtomatik urven bilan yonadi, ya'ni urvenda mana bu to'g'irla. Mana buni to'g'irla deyiladi. Xo'p, avtomatik yonganda shunday yonadi. Xo'p, asosiy ish joyini bilan bir tanishib chiqamiz. Xo'p, bizning ish joylarimiz shulardan iborat, ya'ni установка, съемка, разбивка, продолжение, настройки, новинка, keyingilarida проект, твердая точка, изменение данных, передача, удалить проект shunaqalar. Bu yoqda o'tsak, yana USB fleshka, CD karta, pamyat, ustida yana bu yoqda format, screenshot, shular. Bular haqida hali qisqacha tanishib o'tamiz. Birma-bir hammasiga. Xo'p, hozir aytgan triggerlarim bo'yicha ham bir ko'rib chiqamiz. Рабочий. Xo'p, shular. Bularda настройкасida основание, подключение, ya'ni bizga kerak bo'ladigan narsalar связь qilib urish uchun. Bu informatsiya pin kod, agar buni qoplab qo'yishimiz yoki nimadir qilib qo'yishimiz mumkin. Xo'p, birinchisiga kirib chiqaylik. Xo'p, izmeniylar trigger 1, trigger 2. Trigger 1, trigger 1, trigger 2. Trigger 1da biz izmeniyani qo'yamiz. Siz xohlaganingizni qo'ysangiz bo'ladi. Nima yerdan o'tkazsangiz. Rastiyani izmeniyani, ya'ni buni bitta bosganda ham o'qiydi, ham saqlanib qiladi. Mana pastdagini bosganingizda prosta o'qiydi. Mana bu F3, mana bu yordamchi klavishlar. F1, F2. Xo'p. F1da lazer. Lazerimiz yondi. Lazerimiz o'chdi. Knopkani ko'rsatamiz, bosamiz, yonadi. Bosamiz, ekranda ham ko'rsatadi. Lazer включен. Xo'p, ikkinchisida anonni o'zgartiramiz, ya'ni. Xo'p, bu yerda hozir
o'zgarmaydi ekan. Hop, chiqamiz bundan. Bu ikkinchisida, ya'ni bu anoniki. Hop, отражатель bu 2 xil rejimda va 3 xil rejimda uradi. Mana buni bosganimizda отражатель rejimiga o'tadi. Ya'ni mana bu yerda hop, yedim funksiyasi bor bizda. Yedim funksiyasi отражатель bor. Без отражатель bor bizda и отражатель plyonka bor. Отражатель кругловой, без отражатель. Ya'ni 4 xil so'zlari bor. Buni ham hali chuqurroq kirib keyingi videolarda chuqurroq tushuntiramiz. Hop. Hozircha без отражатель turibdi. Без отражатель точно. Yani buni ham yo'llari ko'p. Buni ham asta-asta настройкасini ko'ryapmiz. Настройкасida shular trigger 1, trigger 2. Hop, ekranda nimalar ko'rinadi? Visota, kod, ugl, gorizontal, постоянно hammasi ko'rinadi. И kartada nimalar ko'rinadi? Изменение, imya tochkalar, kod, yana nimalar, hamma narsalar ko'rinadigan qilsa bo'ladigan. Hop, bu ikkinchisida. Hop, bu yerdagi mana bu yerdan o'zingizga, misol uchun, yozigini o'zgartirsangiz bo'ladi. Xohlagan tilingizga rus tili, o'zbek tili, turk tili qilib bemalol o'zgartirsangiz bo'ladi. Hop, bu yerdagi, menimcha bu yerdagilarga uncha tegish kerak emas. Bular ugl qancha metr sekundda naqlishi, rastiyani metrda o'lchaydi, gradus, Selsiy hamda temperaturalari, vremyani to'g'risi bor, ya'ni soatni chekasida, soat, batareyka, hop, rastiyani и bu silindr, ya'ni doiraviy silindr. Men uzr kechirasiz, doiraviy atalakning ko'rinishi, ya'ni undocha chiqib qolganim belgisi. Hozir bu hech holatda emas demoqchi. Hop, shular данныйda. Hop, bularda ham shular постоянный boshqa bu pamyat qanday qiladi qilishi shular. Bularga ham uncha tegish kerak emas. Hop, displeyda nimalar bor? Displeyda bu ekranni yarkosti pasaytirib kuchaytirsa bo'ladi. Hop, bizga hozir shu kerak emas. Pasaytki setki, zasfrak, bular hammasi bular ekranda klavishini pasaytga klavish yoqsa bo'ladi. Bularning yonib o'chadi. Hop, mana sensor, ya'ni ekranni sensorda bir ishlasangiz ham bo'ladi. Hop, sensorda ishlasangiz ham bo'ladi. Mana bu yoqda o'zini ruchkachasi bor. Hop, ruchkachasi chiqishi sal qiyinroq. Выключим. Калибровка. Да. Выключим. Hop, ishlataveramiz. Buni ham bir ko'rsataman. Hali qisqacha qilib hozircha bu yerda Zurich, normalniy, sapkabili hammasini ko'rsatib qo'yilgan. Hozir qilgan narsalarni saqlaysanmi deyapti. Yo'q deymiz. Hop, yedim funksiyasini sizlarga aytib o'tgandim. Shu hozir без отражатель, круговой, без отражатель shular. Hop, displeyda salgina yarkostini tushirib qo'ydik. 20% ga dashi. Запись. Bo'ldi. Hozircha bular tushuntirdim. Bu yoqda informatsiya, hamma narsasini ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi. Informatsiya pribor test 07500 talik. Hop, hozir ekran nomeri shu. Instrument
temperatura, akkumulyator foizini ko'rsatadi bu yerda. Hop, bu yoqda ham shu informatsiyalar, sensordagi, pamyat, qanchasi to'lgan, qancha turibdi, hop, qachon ochilgan, xullas shular haqida. Bu yoqda pin kod, registrurovka qilish mumkin, загрузка, ko'p narsalar qilish mumkin. Hop, hozircha qisqacha shular. Yana kimda qanday savollar bo'lsa aytmoqchi. Mana bu pastdagi F1, F2, F3, F4 klavushlar tepasida yozib qo'yilgan buyruqlar bajaradi. Yana instrument randomas deyapti. Hop. Hozircha biz buni o'chirib qo'yamiz. Hop, mana ratsiyani bossak, endi ratsiyani o'chirib beradi. Ya'ni bu ratsiyani, bu izmerение zapi, izmerение qiladi bu. Bu ratsiyani просто o'qiydi. Turgan joyda borib o'qiydi. Izmerение qilsak ham o'qiydi, ham zapis qiladi. Mana bu zapis bo'lsak, oxirgi marta o'qiganimiz zapis qiladi. Mana bu yerda F4 da boshqaga o'tkazsak bo'ladi. Masalan, kod, edin, boshqa funksiyalari bor. Shularni o'tkazish uchun bu kerak bo'ladi. Hop, buni pastga tushirsak bo'ladi. Bu yerda x, y, vысота, hop, bu yerda ham ko'p narsalar berilgan. Gradusda, millisekundda, metочки, H отражатель, kod, mana narsalarni bersa bo'ladi. Ko'rsa bo'ladi. Hop, kim nimaga tushunmadi, biz qo'ldan kelgancha tushuntirdik. Kimda qanday savollar bor bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiring. Bizni kuzatishda davom eting. Lekin test 07 ni 0 dan o'rganamiz.